Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalari do'konimizga devor beton plitalarimizni kesishga mo'ljallangan apparatlarimizdan yetib keldi hamda devor betonlarimizni teshib berishga mo'ljallangan apparatlarimizdan ham assortiment ko'rinishda do'konimizga olib kelib qo'yganmiz. Bugungi video obzorimizda shu apparatlarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Devor beton stechkalarimizni kesishga mo'ljallangan Biotti brendidan 3 kilovatli motorlar bilan jihozlangan devor kesadigan apparatimiz yordamida stechka, asfaltlarimizni bemalol kesib foydalansalaring bo'laveradi. O'zini pichoqlari diskli, o'rtasi yopiqli variantlarda bo'ladi. Baryerkaga o'xshab o'rtadan kuchlanish olib aylantiriladi hamda o'zini komplektidan suv nasozlari, o'zini suv ulash uchun shlankalari, ключlari hamda garantiya tallollari chiqadi. Apparatimiz 15 sm gacha bo'lgan devor betonlarimizni kesishga mo'ljallangan bo'ladi. Narx-navolari video oxirida aytib o'tib ketiladi. 30 sm gacha bo'lgan devorlarimizni kesishga mo'ljallangan Uragan brendidan hamda Iramax brendidan apparatlarimiz ham mavjud. Apparatlarimiz original armazli variantlarda bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Armazlari original bo'ladi. Devorlaringning ichidan armatura, tosh chiqib qoladigan bo'lsa, kesib bemalol o'tib ketaveradi. Releli variantlarda bo'ladi. Devorlarda qisib qoladigan bo'lsa, avtomatik relelari ishlab motorini tashlavoradi. Eng kattasi 40 gacha bo'lgan devorlarimizni kesishga mo'ljallangan 40 sm gacha bo'lgan devor betonlarimizni kesib berishga mo'ljallangan Uragan brendidan 8,5 kilovatli motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin, reduktorlari ham katta qilib jihozlangan bo'ladi. O'zini komplektidan o'zini har xil ключlari, o'zini suv shlankalari, o'zini suv nasozlari chiqadi. Apparatlarimizning narx-navolari eng kichkina varianti $320 dan 30 sm gacha kesadigan varianti $420 dan 40 sm gacha kesadigan varianti $520 dan qilib berilyapti. Kanalimiz obunachilari uchun bundan-da arzon narxlarda kelishtirib qilib beramiz. Beton teshadigan apparatlarimizga keladigan bo'lsak, Jexho brendidan hamda Iramax brendidan apparatlarimiz mavjud. Bu kichkina beton teshadigan apparatimiz 220 gacha bo'lgan, turbalarimizga teshik ochadi. Motorlarining quvvati 3 kilovatli 800 obrotga ega bo'ladi. O'zini ma'lumotlari bemalol o'qib foydalanib olsalaring bo'laveradi. Apparatlarimizda tepa korpuslari plastmas qilib jihozlangan, pastki koronka qotadigan joylari temir bilan jihozlashtirilgan bo'ladi. Postavkali variantlarda apparatlarimizning narxi $200 dan Iramax brendiga tegishli beton teshadigan apparatimiz 235 gacha bo'lgan turbalarga teshik ochadi. Motorlarining quvvati ko'rishlaring mumkin 3400 vatli bo'ladi, 700 obrotga ega bo'ladi, 220 volt tokka ishlaydi. Iramax brendidan original beton teshadigan apparatimiz. Ust korpuslari ham metal korpuslardan qilib ishlab chiqarilgan, $250 dan qilib beramiz. Kimga apparatlarimizni to'liq ma'lumotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotlarini, narx-navolarini kelishtirib so'rab olsalaring bo'laveradi. Ishlash jarayonlari ham Telegramdan tashlab beriladi. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarimiz mavjud bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib zakaz berishlaring mumkin.